كل العالم نحن لا نصور فيلما ولا Butun dunyoga murojaat. Biz kino suratga olmayapmiz yoki qayg'uli roman yozmayapmiz. Biz G'azodagi har bir lahzamiz og'riqligi haqida haqiqatni yetkazyapmiz. Bu yerda har kuni bolalar qurbon bo'ladi. Odamlar ko'chirilib, uylari buziladi. Aholi ustidan qirg'inlar bo'ladi va hech kim hech narsa qila olmaydi. Biz suvsizlikdan bo'g'ilib qolamiz. Biz ochlikdan bir bo'lak nonni, bir lahzalik xavfsizlikni qidiramiz, ammo atrofimizdan faqat o'limdan boshqa hech narsani topa olmaymiz. Insonparvarlikni kuylab adolat haqida gapiradigan dunyo shumi? Ko'ryapsizmi? Siz bizning aybsiz farzandlarimizni vayronalardan oyoq qo'llari uzilgan holda bo'laklarini olib chiqayotganini tomosha qilasiz. Ustimdagi ushbu kiyim ishg'olchilarni jinoyatidan himoya qiladigan kiyimmi? Jurnalistlarni bosqinchilar hujumidan himoya qilish qayerda? Yetarlicha qotilliklar, yetarlicha halokatlar, yetarlicha sukunatlar. Yetar endi. Bu qirg'inlardan G'azoni qutqaring, qolgan insonlarni qutqaring. Axir biz ham odamlarmiz va bizlar ham yashashga loyiqmiz. Agar siz ham o'z non va suvingizni G'azo xalqiga yetib borishligini istasangiz, marhamat, Hadiya Kamkor fondiga aloqaga chiqing. Ushbu videoni boshqalarga ham tarqatib, ko'plab savoblarga ega bo'ling.